Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Universal YouTube kanali va bugun bizda yangi video rolik. Ushbu video roligimizda tarix ona tili fanlari majmuasidan jami necha nafar talaba test topshirgani haqida gaplashamiz. Rasmiy statistikaga qaraydigan bo'lsak, bularning soni juda ham ko'p emas. Avval qolgan sohalarga qaraydigan bo'lsak, ya'ni bu yerda o'zbek tilida, ya'ni ta'lim shakli o'zbek tili bo'yicha jami 11595 nafar abituriyent test topshirgan ekan. Ulardan 8525 nafari 56,7 balldan yuqori natija qayd etgan ekan. Ko'rganingizdek, bu yerda deyarli 2000 ta talaba o'yindan chiqib o'tgan. Xo'p, endi bu yerda yana statistikalar ballar kesimiga qaraydigan bo'lsak, ya'ni 189 ball, atiga 3 tigni talaba olgan. Atiga 3 kishi 189 ballni olgan. Bu nima degani desangiz, grant o'rni kam bo'lgani uchun hattoki siz 150, 160 ball bilan ham grantga kirasiz bu yo'nalish bo'yicha, ya'ni tarix ona tili fanlari majmuasi bo'yicha. Va buni qarang. 170 ball olganlar 267 ta, 160 balldan yuqori olganlar 927 ta. 80 ball olganlar esa qarang. 80 plus olganlar, 80 balldan 90 ballgacha olganlar soni 5915 ta. Va shuningdek, bu yerda 90 plus balldan ortiqroq olgan talabalar soni esa 5390 ta. Ko'rganingizdek, bu yerda eng katta ulushni bu yerda tashkil etyapti. Mana shu xullas eng katta ulushni umumiy hisobda qaraydigan bo'lsak, 100 uzog'i talabalar eng ko'p ball 110 ball olingan. 110 ball umumiy hisobda to'plangan, o'rtacha hisobda to'plangan. Bu degani grantga kirish imkoniyati yanada ko'payadi bu soha bo'yicha. Demak, 56 yana qo'shimcha ma'lumotlar keltirilyapti bu yerda. 56,7 balldan 68 ballgacha olganlar esa tanlovda qatnasha oladi. Ya'ni cheklangan miqdorda, hamma sohaga emas, ayrim sohalar bor. O'sha sohalarni men sizlarga tanlab beraman. Telegramda yozsangiz, kalam profilida meni Telegram ishkam bor, ya'ni Yakubxon deb yozib qo'yilgan. O'shaga o'tsangiz sizga o'zim tanlab beraman agar ballingiz kam bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, bu yerda 68 ball tanlovda ishtirok etadigan talabalar soni 6773 ta talaba bu yerda tanlovda ishtirok eta olishar ekan. Bu juda ham zo'r natija do'stlar. Chunki aytganimdek, avvalgi videolarimda aytganimdek, bu yil talaba bo'lish imkoniyatlaringiz yanada oshyapti do'stlar. Qarang, yana grant uchun eslatib o'taman. Grant uchun kurashadigan 6783 ta nafar abituriyent orasida yuqori ball to'plaganlar soni juda kam bo'lganligi sababli hatto 150, 160 ball bilan ham grant olish imkoniyati yuqori bo'lishi mumkin deyilyapti rasmiy manbada do'stlar. Ko'rganingizdek, bu yerda atiga bor 3 kishi 189 ballni olgandan keyin sizda yuqori bo'ladi-da. Hozircha mana shundan iborat edi ma'lumotlarim. Yana keyingi sohaga o'taman. Matematika, ingliz tili bo'yicha o'taman. Endi keyingi videoda bo'ladi bu. Hozir buni yakunlab olamiz. Uni keyingi videoda ko'rsangiz bo'ladi. Hozircha do'stlar, mana shu videoga like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying va izohlarda o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob oling. Aytgancha, faqatgina kanalga obuna bo'lganlarning savoliga javob beraman. Obuna bo'lmaganlar sizlarni o'qimayman ham. Shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Shuning uchun kanalda obuna bo'lish tugmasi bor. Aniqrog'i, sizning pastingizda bo'ladi. Bitta bosib qo'ysangiz bo'ldi. Men savollaringizga birinchilardan bo'lib javob beraman.